Assalomu alaykum hammaga. Bu videoim yordamida Xudo xolasa har bir yili Buyuk Britaniya universitetlariga hujjatlarni o'zingiz individual topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agentstvalarning yordamisiz. Kelinglar, birinchi navbatda o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Baxtiyor Jo'rayev, UK Consulting rahbari hisoblanaman va Buyuk Britaniyaga hujjatlarni topshirish bo'yicha ekspert hisoblanaman. Universitetga hujjatlarni topshirishdan oldin sizlar bilan ikkita narsani ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchi navbatda universitetlarning nimalarga qarab tanlash kerak va ikkinchi navbatda aynan nima hujjatlar universitetlarga topshirish uchun kerak bo'ladi. Shu narsalarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Aytgancha, bu videoim yordamida sizlar bir necha AQSh dollaringlarni tejab qolishingiz ham mumkin bo'ladi. Shu sababdan videoimga like bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, universitetlarni nimalarga qarab tanlash kerak? Birinchi navbatda albatta universitetning reytingiga. Sizlar buni QS rankingi orqali ko'rishingiz mumkin yoki The Times Higher Education. Aynan ushbu saytlar orqali sizlar universitetlarni reytingini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina bir narsani inobatga olishingiz kerak bo'ladi. O'zbekistonga sizlar tanlagan universitetning diplomi o'tish uchun bu universitet dunyoda top mingtalikka kirgan bo'lishi kerak bo'ladi. Shu narsani aslo unutmanglar. Ikkinchi navbatda har bitta universitet lokatsiyasiga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta sizlarning ehtiyojingizdan kelib chiqish kerak bo'ladi. Agarda sizlarning maqsadinglar bir vaqtning o'zida ham o'qib, ham ishlash bo'lsa, bunda sizlar iloji boricha universitetlarni aynan Londondan tanlashingiz kerak. Chunki sizlarda Londonda yaxshiroq daromad qilish imkoniyati bor bo'ladi. Agarda sizlarning maqsadinglar faqatgina o'qish bo'lsa, ishlash emas, bu holda sizlar iloji boricha universitetlarni Londondan tashqarida tanlashingiz kerak bo'ladi. Chunki Londondan tashqarida sizlarda xarajat ancha kamroq bo'ladi. Shu sababdan bu narsani, lokatsiyani ham albatta e'tiborga olinglar. Uchinchisi esa bu universitetdan beriladigan chegirma. Ba'zi bir universitetlar chegirmani faqatgina birinchi o'quv yili uchun beradi. Ba'zi bir universitetlar esa har o'quv yili uchun beradi. Shu narsani ham inobatga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari boshqa narsalarga ham e'tibor qaratishingiz kerakmi? Albatta qaratishingiz kerak. Lekin eng muhim 3 ta narsalar bu universitetning reytingi, ikkinchisi esa bu universitetning lokatsiyasi va albatta uchinchisi universitetdan beriladigan chegirma. Shu narsalar eng muhimi hisoblanadi. Hozir sizlar bilan universitetga topshirish uchun nima hujjatlar kerak bo'ladi? Shularni birma-bir ko'rib chiqsak. Birinchi navbatda albatta zagranipasport, ikkinchisi esa attestat yoki diplom kerak bo'ladi. Agarda sizlarda attestat yoki diplom bo'lmasa, unda sizlar hozirgacha bo'lgan baholarni ham taqdim qilsangiz bo'ladi. Uchinchisi bu recommendation letter, ya'ni tavsiyanoma, to'rtinchisi esa bu motivation letter, ya'ni insho yozib berishingiz kerak bo'ladi. Beshinchisi bu IELTS sertifikati, oltinchisi esa CV. Xo'p, sizlar universitetlarga topshirishingiz uchun sizlarning qo'lingizda diplom bo'lishi shart emas, sizlarning qo'lingizda CV bo'lishi shart emas, sizlarning qo'lingizda IELTS shart bo'lishi shart emas. Aynan shu aytib o'tgan hujjatlarsiz ham universitetga topshirsa bo'ladi va universitetdan conditional offer letter, ya'ni universitet sizni shart asosida qabul qilgan xatni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Undan so'ng universitetga borguningizgacha, ya'ni deadlinelar o'tib ketmagunigacha sizlar IELTS, CV yoki misol uchun diplom, shunga o'xshagan hujjatlarni topshirib bersanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi hammanglar kutgan jarayonni, ya'ni universitetga hujjatlarni topshirish jarayonini birma-bir ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Kelinglar, University of East Londonga hujjatlarni topshirib ko'ramiz. Xo'p, biznes yo'nalishiga topshirib ko'ramiz. Business management yo'nalishi. Xo'p, mana hujjatlarni topshirish jarayonini boshlaymiz. Birinchi navbatda o'zimizga akkaunt ochib olamiz. Xo'p. Baxtiyor. Mana bir narsani inobatga olib qo'yinglar. Aynan yulduzcha turgan joyida bu yerni sizlar aslo qoldirib keta olmaysizlar. Обязательно bu yoqqa ma'lumot kiritib o'tish kerak bo'ladi. Misol uchun 2001 1-may deylik. Hop, bu yoqqa email adresini kiritamiz. Yana bu yoqqa qaytaramiz. Bu yerga esa parol kiritamiz. Parolni esdan chiqarib qo'yishingiz kerak emas. Hop, create user. Ketdi. Proses boshlandi. Hop, o'zingizlarni mail yoki female'larni kiritib o'tishingiz kerak, ya'ni jinsiylarni. Bu yerda esa date of birth, qachon tug'ilganinglar, familiyalar, isminglar, country of birth, ya'ni qayerda tug'ilganinglar,
sizlarning millatinglar, qayerni fuqarosizlar. Bu yerda esa sizlarda qanaqadir nuqson bormi? Shu narsani ko'rsatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar bo'lsa, borini ko'rsatasizlar, agar yo'q bo'lsa, no disability ni qilasizlar. Keyin bu yerda esa sizlarni tana rangi deb aytadimi bilmayman, qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi. Bu yerda Asian Other qilib turib belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hop, save and continue. Contact details, o'zingizlarning kontaktinglarni qoldiraysizlar. Pochta indeksinglarni, misol uchun Toshkent pochta indeksi bu 100,000. Bu yerda esa adresinglarni kiritasizlar, misol uchun 11 Ikrom Street, misol uchun shahar Toshkent. Telefon raqam, misol uchun 93 333 55 77, misol uchun. Bu yerda esa telefon, boshqa telefon, qo'shimcha telefon raqaminglarni qoldirsanglar bo'ladi. Skype'inglarni ham yozib qoldirsanglar bo'ladi. Skype o'zi odatda ichki imtihonlar uchun kerak bo'ladi. Hop, save and continue. Bu yerda agar sizlar qanaqadir agentство bilan ishlayotgan bo'lsanglar, o'sha agentvoni belgilab ketsanglar bo'ladi. Misol uchun bizning agentvamiz ham, Yuken Consulting ham bu yerning ichida bor. Xohlasanglar buni belgilasanglar bo'ladi, xohlasanglar umuman belgilab o'tirmaysizlar. Tak. Save and continue. Ha, bu yerda esa sizlar o'qigan joyinglarni kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Hozir biz bakalavriat topshiryapmiz. Demak, sizlar hozir maktabinglarni kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun school number 33 deylik. Hop, select qualification. Bu yerda sizlar azr qilasizlar, chunki bizaniki bu yerda yo'q. Qualification name bu sizlar maktabni bitirayotgan bo'lsanglar, general, secondary education bo'ladi. Hop. Endi qaysi fanlarni o'qiyotganinglarni ko'rsatishingiz kerak bo'lsa, bu yerda bizaniki yo'q, azr qilib turib, bu yerda esa all school subjects deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Completed agar bitirgan bo'lsanglar yes, completed hali tugatmagan bo'lsanglar no qilasizlar. Hozir misol uchun 11-sinf talabalari ko'plar hali o'qishini bitirmagan bo'ladi. Shu sababdan hali bitirmaganligi uchun primerni qaysi sanalarda ular o'z maktablarini bitirishini belgilab ketishligi kerak bo'ladi. Odatda shu 20-iyunlar 2025-yil bu yerdagilarni tanlash shart emas. Bu yerda esa sizlarda agarda IELTS sertifikati bo'lsa, IELTS sertifikatinglarni ko'rsatib o'tasizlar. Agarda yo'q bo'lsa, yo'q. Keyinchalik IELTS sertifikatini ham ko'rsatib ketsanglar bo'ladi. Yes bo'lsa, misol uchun agarda bor bo'lsa, yes belgilaymiz. Hop, bu yerdan IELTS ni belgilaymiz, tanlaymiz. Test report form numberni kiritadigan bo'lsak, bu yerda o'zingizlar bilasizlar, IELTS'larning ichida aynan shu numberni, reference numberni ko'rsanglar bo'ladi. Aynan shu numberni kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Qaysi sanada imtihonni topshirgansizlar, uni belgilaysizlar. Misol uchun listening score, listeningdan necha olgansizlar, writingdan necha olgansizlar, readingdan necha olgansizlar, hammasini ko'rsatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Va total score. Misol uchun 5.5. Keyin bu yerda o'z hujjatni ham o'zingizlar upload qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun IELTS bor ekan mana. Shunaqa qilib belgilab o'tib ketamiz. Keyingi betga o'tamiz. Hop, bu yerda bizga keyingi betga o'tishga ruxsat bermadi, chunki biza test report formni nomerini kiritib o'tishimiz kerak, ya'ni IELTS raqamni, date of test kiritib o'tishimiz kerak обязательно. Keyinchalik keyingi betga o'tishga imkoniyat beradi. O'zi shundoq ham o'tsa bo'ladi, muammo yo'q. Keyinchalik mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qualifications degan joyida X qo'yib qo'ygan. Ya'ni bu yerni oxirigacha applicationni tugatguningizgacha to'ldirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shu sababdan hozir bu yerda biz IELTS ni yo'q, olmaganmiz deb turib ko'rsatib qo'yamiz. Hop. No qilamiz. Save and continue. Personal statement. Sizlarda personal statement siz topshirish imkoniyati bormi degan savol albatta bo'ladi, lekin iloji boricha maslahat bermayman. Iloji boricha sizlar hujjatlarni topshirayotganda personal statement, recommendation letter, pasport va hozirgacha bo'lgan bahoylar bilan как minimum topshirishingiz kerak bo'ladi. IELTS, diplom, CV shunga o'xshagan hujjatlarni esa keyinroq topshirib bersanglar ham bo'ladi. Shuning uchun personal statement bormi? Bor. Hujjatlarning orasidan bittasini hozirchalik просто tanlab qo'yamiz. Upload bosamiz.
Bo'ldi, upload bo'ldi, ya'ni hujjatlarni yuklab oldik. Keyin esa nimagadir yuklanmabdi. Mana yuklangan. Bo'ldi. Mana galочка turibdi, yuklandi. Hop, right to study. Bu yerda pasportingiz bormi degan savolga albatta bor. Pasport seriya raqamini kiritish kerak. Date of issue ilboy sanalarini belgilab teshiymiz. Tak. Country of issue O'zbekiston. Hujjatda upload qilib qo'yamiz. Mana pasport bor ekan bu yerda. Tak, close. Oldin Buyuk Britaniya shu vizalariga topshirganmi degan shunga o'xshagan savollar bor. Agar topshirilgan bo'lsa, ha deyishimiz kerak, topshirilmagan bo'lsa yo'q. Boshqa oldingi pasportingizda, misol uchun, oldingi pasportingiz bilan almashtirgan bo'lsangiz, u bilan topshirganmisiz degan savolga yo'q. Misol uchun, oldin Buyuk Britaniyada o'qiganmisiz? Yo'q. Buyuk Britaniya vizasidan rad javobini olganmisiz? Yo'q. Shu kabi savollar bo'ladi. Ularga javob berib chiqish kerak bo'ladi. Albatta o'zingizlarning vaziyatingizdan kelib chiqib va qo'shimcha yana har xil hujjatlarni upload qilishingiz mumkin. Misol uchun qanaqadir yutuqinglar bo'lishi mumkin. O'sha recommendation letter, motivation lettermi, CVmi va hokazo. Nima hujjatingiz bo'lsa, yana qo'shimcha bu yoqqa qo'shimcha tarzda upload qilishingiz mumkin bo'ladi. Hop, save and continue. Hop, kim kontrakt summangizni to'laydi? Xarajatlaringizni kim qoplaydi degan savol bor bu yerda. Self or family, agarda sizlar shu ota-onanglar to'laydigan bo'lsa yoki o'zingizlar to'laydigan bo'lsanglar, self and family ni tanlashingiz kerak bo'ladi. Qanaqadir sponsoringiz bo'lsa, sponsor va hokazo. Misol uchun, agarda tog'angiz yoki boshqa qanaqadir qarindoshingiz to'lab berayotgan bo'lsa ham, bu yerda self or family ni tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, agarda sizlarning ishxonangizlar kontrakt summasini to'layotgan bo'lsanglar ham, self or family ni tanlab qo'yishingizdan hech qanaqa ziyoni yo'q. Sponsorda sal ozgincha bosh og'riqlar bo'lishi mumkin. O'shanga self and family eng zo'r option sizlar uchun. Xo'p. Bo'ldi, keyin уже submission joyiga kelamiz. Terms and conditions, ya'ni sizlar ularning условиялariga, shartlariga rozi bo'lishingiz kerak bo'ladi. Galочка qo'yib qo'ygan bular majburiy. Keyin bu yerda ham barcha narsani o'qib chiqdim va barchasiga roziman degan joy bor. Buni ham belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi va oxirida submit qilasizlar, bo'ldi. Shu bilan hujjatingiz u yoqqa ketdi. Va universitetdan odatda shu bir hafta yoki 2 hafta oralig'ida universitetlardan odatda javoblar kelishni boshlaydi. Endi kelinglar. Bu hujjatlarni topshirish jarayonini ham ko'rib chiqdik va yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Universitetdan 2 xil ko'rinishda qabul xati keladi. Birinchisi conditional offer letter, ya'ni sizlarni universitet shart asosida qabul qiladi. Ba'zi bir narsalarni yana qo'shimcha tarzda sizlar topshirib berishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizlar attestatinglarni yoki diplominglarni olmagan bo'lsanglar, diplom tashib berasizlar. Agarda IELTS ni qo'lga kiritmagan bo'lsanglar, IELTS'larni yuborishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizlarni universitet personal statementlardan qoniqmagan bo'lsa, ya'ni yozgan inshoinglardan qoniqmagan bo'lsa, insho tashib berishingiz kerak bo'ladi. Bu hujjatlarni yuborganinglardan so'ng universitet sizlarga unconditional offer letter jo'natadi. Ya'ni to'liq qabul xatini jo'natadi. Bu to'liq qabul xati bilan sizlar keyingi jarayonga qadam qo'yishingiz mumkin. Bu universitetga kontrakt summasini to'lash imkoniyatini beradi, tibbiy ko'rikdan o'tish imkoniyatini beradi va shu teliga pul qo'yishingiz kerak bo'ladi, bank statement. Hozir bu aynan unconditional offer letterdan keyingi bo'lgan jarayonlarni ham qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Hozir kelinglar, endi sizlar bilan unconditional offer letter qo'lga kiritgandan so'ng keyin nima qilishingiz kerak? Shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda albatta unconditional offer letterni qo'lga kiritgandan so'ng sizlar universitetga kontrakt summasini to'lashingiz kerak bo'ladi. Hamma universitetni birinchi to'lov qismi har xil miqdorda. Misol uchun, agarda hozirgi o'sha East London universitetidan kelib chiqib turib gapiradigan bo'lsak, bu universitetga birinchi navbatda har bitta talabalar 60% kontrakt summasini to'lash kerak bo'ladi. Qolganini esa Buyuk Britaniyada to'lashdan muammo yo'q. Undan so'ng talabalar tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi va
shotiga, bank shotiga pul qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Bank shotni talaba o'zini shotiga qo'ysa bo'ladi yoki ota yoki onasini shotiga qo'yish imkoniyatiga ham ega. Bu bank shotni sizlar tibbiy ko'rikdan oldin ham qo'ysangiz bo'ladi yoki tibbiy ko'rikdan keyin ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu albatta har bitta talabani individual vaziyatiga qarab bo'ladi. Misol uchun, agar deadline'ga yaqinlashib qolgan bo'lsangiz, maksimalni birinchi navbatda shotingizga pul qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu pulinglar 28 kun davomida aktiv bo'lib turishi kerak. Qancha miqdorda turishi kerakligini hozir sizlarga tushuntirib beraman. O'zi bank statement qanaqa hisoblanadi? Bu birinchi navbatda universitetning lokatsiyasiga qarab turib hisoblanadi. Agarda talaba Londondagi universitetlarga topshirgan bo'lsa, u talaba o'zini shotida 13.347 funt ko'rsatish kerak bo'ladi. Agarda talaba Londondan tashqaridagi universitetlarga topshirgan bo'lsa, bunda 10.220 funt o'zini shotida ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu faqatgina talabani o'zini xarajatlariga yetadigan pul. Undan tashqari talaba o'zini shotida kontrakt summasini to'lagan qismidan tashqari to'lanmagan qismini ham to'lash imkoniyati borligini isbotlash uchun o'zini shotida ko'rsatish kerak bo'ladi. Misol tariqasida sizlarga mana shu East London universitetidan kelib chiqib turib tushuntirib bermoqchiman. Agarda aytaylik, East London universitetini kontrakt summasi 10.000 funt sterling bo'lsa, sizlar 60% ni to'lashingiz kerak, to'g'rimi? 60% bu 6.000 funt bo'ladi. 6.000 funtni to'ladingiz, 4.000 funt to'lashingiz kerak, to'g'rimi? O'sha 4.000 funtni to'lash imkoniyatingiz borligini isbotlash uchun shu 4.000 funtni o'zingizlarning shotingizda o'zingizlarning xarajatingizga yetadigan summaga qo'shib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, do'stlar, unconditional offer letter olgandan so'ng har bittanglar 3 ta jarayondan o'tasizlar. Ya'ni birinchi navbatda universitetga kontrakt summasini to'laysizlar, shotingizga, bank shotingizga pul qo'yasizlar va tibbiy ko'rikdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu 3 ta narsalarni bajarganingizdan so'ng universitetdan CAS degan hujjatni olishingiz kerak bo'ladi. Bu CAS degan hujjat sizlarga vizaga topshirish imkoniyatini beradi. Bu CASsiz sizlar vizaga aslo topshirmaylar. 100% vizadan rad javobini olasizlar. CAS degan hujjatni universitetdan olganingizdan so'ng keyin sizlar viza jarayonlarini boshlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Do'stlar, bu videom juda ham manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Shuncha harakat qilganim uchun bitta like va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Buyuk Britaniyada o'qimoqchi bo'lgan o'rtog'inglarga bu videoni yuborib qo'yinglar. Ularga ham juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Agarda chegirma va viza jarayonlarida qiynaladigan bo'lsanglar, albatta bizga murojaat qilishni unutmanglar. Yana qaysi mavzularda video qilishimni xohlardinglar? Izohlarda yozib qoldiringlar.